Barchaga assalomu alaykum. EDC Geometry kitobi mana shu kitobdan ikkinchi mavzusiga keldik. Parallel to'g'ri chiziqlarda burchaklar degan mavzu. Birinchi testdan demak yechimlarni boshlaymiz. Birinchi misolda aytayapti, alfa bilan beta to'g'ri chiziqlar ekan. Demak bu burchak x + 20 ga, bunisi 3x - 20 ga teng bo'ladigan bo'lsa, x ni toping debdi. Xo'p, endi parallel to'g'ri chiziqlarni kesib o'tuvchi to'g'ri chiziq haqida demak birinchi ma'lumot berib o'tib qo'yadigan bo'lsam ozgina. Xo'p, ikkita parallel to'g'ri chiziqni oladigan bo'lsak, mana ikkita parallel to'g'ri chiziqni oldik. Uni uchinchi chiziq bilan kesadigan bo'lsak, mana shu joyda qanaqangi burchaklar hosil bo'ladi. Xo'p. Demak, mana bu burchakni alfa 1 deyman, bunisini alfa 2, alfa 3, alfa 4 bunchaga belgilab oldim. Mana bunisini alfa 5, alfa 6, alfa 7, bu burchak alfa 8 bo'lsin. Xo'p, endi mana shu joyda xo'p, o'zi aslida bu yerda qiymat jihatdan ikkita burchak bor xolos. Ya'ni mana alfa 1 bilan alfa 3 vertikal burchaklar teng, alfa 5 bilan alfa 7 vertikal burchaklar teng bo'ladi. Mana shu alfa 1, alfa 3, alfa 5, alfa 7 to'ralasi ham bir-biriga teng burchaklar bo'ladi. Xo'p, bu yerda o'zini nomlanishlari bor. Birinchi mana shu tenglarni yozadigan bo'lsam, demak alfa 1 bilan alfa 3 teng. Mana alfa 1 bilan alfa 3 teng, mana shu alfa 5 ga ham teng. Alfa 7 ga ham teng. Endi bu tomonni oladigan bo'lsak, alfa 2 bilan alfa 4 teng. Alfa 2 bilan alfa 4 o'zaro teng. Alfa 6 bilan alfa 8 ham teng va bular ham o'zaro teng bo'ladi. Alfa 6 teng alfa 8. Mana shunaqangi holatda tenglik bor. O'zi aslida ikki xil burchak bor xolos bu yerda qiymat jihatdan oladigan bo'lsak. Endi mana shu joyda xo'p, alfa 3 bilan alfa 5. Alfa 3 bilan alfa 5 ichki almashinuvchi burchaklar deyiladi. Alfa 3, alfa 5 ichki almashinuvchi va alfa 4 bilan alfa 6 ham ichki almashinuvchi burchaklar. Xo'p, ichkarida bo'layotganligi uchun ichki degan so'z ishlatilyapti. Teng bo'layotganligi uchun ichki almashinuvchi deb nomlab qo'yilgan. Xo'p, endi alfa 3 bilan alfa 6 ichki bir tomonlama burchaklar shunaqa nomlanadi. Demak, mana eslab qoling, alfa 3 bilan alfa 6 ikkalasi ichki bir tomonlama burchaklar. Alfa 4 bilan alfa 5 ham ichki bir tomonlama burchaklar. Mana bir tomonda turibdi, ichki bo'layapti. Xo'p, ichki bir tomonlama burchak, ichki bir tomonlamalarning yig'indisi doim 180 gradus bo'ladi. Demak, mana shu joyda mana hop bu yerga yozaman. Alfa 1 bilan alfa 3 bilan demak, alfa 3 bilan alfa 6 ning yig'indisi 180 bo'ladi. Alfa 4 bilan alfa 5 ning yig'indisi bu ham 180. Demak, masalan shartida ichki bir tomonlama degan joylari ketadigan bo'lsa, mana shu ikkala burchakni nazarda tutadigan bo'ladi yoki bu ikkalasi. Xo'p, ichki almashinuvchini aytdik. Ichki almashinuvchi burchaklar o'zaro teng bo'ladi. Bu ikkalasi teng, bu ikkalasi ham teng. Xo'p, tashqi almashinuvchi burchaklar ham bor. Alfa 1 bilan alfa 7 tashqi almashinuvchi burchaklar, tashqi tomonlama bir-biriga teng. Shuning uchun tashqi almashinuvchi burchaklar. Demak, alfa 2 bilan alfa 8 bu ikkalasi ham o'zaro qiymati teng, mana bu joyda turibdi. Alfa 2 bilan alfa 8 teng va ular ham tashqi almashinuvchi burchaklar. Demak, ichki almashinuvchi bor ekan, tashqi almashinuvchi bor ekan. O'zaro almashinuvchi burchaklar qiymatlari teng bo'ladi. Mana bunaqangi bir tomonlama, ichki bir tomonlama burchaklarning yig'indisi 180 gradus bo'ladi. Xo'p, alfa 2 bilan alfa 7 tashqi bir tomonlama burchaklar. Alfa 2 bilan alfa 7 bularning yig'indisi ham 180. Alfa 1 bilan alfa 8 tashqarida bir tomonlama, tashqi bir tomonlama burchaklar bo'ladi. Ularning ham yig'indisi 180. Demak, bir tomonlama degan so'z qo'shilganlarning yig'indisi 180 gradus. Almashinuvchilarni o'zaro teng bo'lar ekan. Demak, mana shu xossalardan foydalanib masalalarni ishlasak bo'ladi. Shunaqa qilib, endi buni o'chirib yuboraman. Tushungan bo'lsanglar.
Hop, demak birinchi misoldan boshlaymiz. Birinchi misolda aytyapti, alfa bilan beta parallel ekan. Mana shunday holat bo'lgan bo'lsa, x ni toping deb savol beryapti ekan. Hop, bu yerda mana bu ikkalasi ichki almashinuvchi burchak bo'lyapti. Ichki almashinuvchi burchaklar demak teng. X plus 20 bilan 3x minus 20 teng bo'lishi kerak. X ni bu tomonga olib o'tadigan bo'lsak 2x bo'lib qoladi. Minus 20 bu yoqqa o'tsa qo'shiladi 40 bo'lib qoladi. X barobar 20 ekan. Bo'ldi. U tomonga bu tomonga olib o'tib oldim. Xo'p, mana yerda bu burchak 48, demak mana shu 48 bilan alfa mana ichki almashinuvchi burchaklar. Bularning qiymati teng. Demak alfa 48 gradus ekan. Xo'p, endi alfa bilan beta qo'shni burchaklarning yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Demak beta jami 180 bo'lsa, 108 dan mana 48 ni oladigan bo'lsak, 132 gradus bo'lib qolar ekan. Endi beta minus alfa deyotganimiz mana 132 dan ayirib yuborishim kerak 48 gradusni. Xo'p, demak ayirib yuboradigan bo'lsak 84 gradus chiqar ekan, adashmasam. Xo'p, ikkinchi misolning javobi 84 B javob ekan. Xo'p, keyingisi 3-misol. 3-misolda alfa 1 bilan alfa 2 parallel ekan, beta 1 bilan beta 2 ham parallel bo'lsa, x ni qiymatini toping debdi. Xo'p. Mana shu x topishimiz kerak. Xo'p, alfa 1 bilan alfa 2 parallel, beta 1 bilan beta 2 ham parallel. Endi mana unga o'xshash holatga olib kelib olishimiz kerak. Shuning uchun chiziqlar bemalol o'tkazib olsangiz bo'laveradi. Misol uchun mana uni bu yoqqa davom ettiradigan bo'lsak, keling, buni ham davom ettiraylik. Xo'p, buni ham davom ettirib yuboraman. Xo'p, endi mana shu joyda ikkala to'g'ri chiziq parallel. Bu ikkalasi ham parallel. Xo'p, 2x minus 10 bo'ladigan bo'lsa, 2x minus 10 bo'lsa, mana bu burchak ham bu burchak 2x minus 10 bo'lgan. Mana bunisi 2x minus 10 bo'lar ekan. 2x minus 10 mana. Demak, bu ikkalasi teng. 2x minus 10 mana bu joy ham 2x minus 10 bo'lib qoldi. Xo'p, endi e'tibor bersangiz, mana bu burchak 3x minus 10 bo'ladigan bo'lsa, bu burchak bilan mana bu burchak ham teng. Chunki bu ikkalasi parallel. Mana bu burchak bilan bu burchak teng bo'ladi. Demak, bu burchakni bu yoqqa ko'chirsam bo'ladi. 3x minus 10 bo'lib qoladi. Mana shu holatda ko'chirib o'tkazib oldik. Endi e'tibor bersangiz, mana bu yoyiq burchak hosil bo'lib qoldi mana bu joyda. Yoyiq burchakning qiymati 180 gradus bo'ladi. Ikkalasini yig'imiz demak 180 gradusga tenglab olsak, ikkalasi qo'shilsa 5x minus 10 bilan minus 10 minus 20 u yoqqa o'tsa plus 20 bo'ladi-da, 180 ga qo'shilib 200 bo'lib qoladi. Bu yerda x topsak 40 gradus ekan. Xo'p, 3-misolga S javob bo'ldi. Xo'p, birinchi misolga B edi ekan, tashlab o'tib ketibman. Xo'p, 4-misolda ikki parallel to'g'ri chiziqni 3-chi to'g'ri chiziq kesishidan hosil bo'lgan ichki bir tomonlama burchaklar ayirmasi 80 gradusga teng deyapti. Xo'p, 4-misol. Ikki parallel to'g'ri chiziq bor ekan. Mana 3-chi to'g'ri chiziq bilan kesyapmiz ekan. Mana shu yerda endi shu burchaklarda aytyapti, ichki bir tomonlama burchaklarning ayirmasi deyapti. Ichki bir tomonlama burchaklar bo'lyapti. Mana bu ikkalasi ichki bir tomonlama yoki bu ikkalasi. Bu ikkalasini olaylik. Mana buni alfa desam, buni beta desam bo'ladi. Shu burchaklarning ayirmasi beta minus alfa 80 gradusga teng ekan. Mana. Bu burchaklardan kichigini toping debdi. Bu yerda kichigi mana alfa. Alfa kichigi. Xo'p, endi ikkalasining yig'indisi 180 gradus bo'lar edi. Mana. Ichki bir tomonlama, xullas bir tomonlama qatnashgan burchaklarning yig'indisi doim 180 gradus bo'ladi. Bu qoidasida aytdim. Demak, kichkinasini toping, alfani toping degan. Mana shu joydan ayirib yuboradigan bo'lsak, sistemani pastdan tepani ayiraman. Betalar ayrilib ketdi. Alfadan minus alfani ayirsak 2 alfa bo'lib qoladi. 180 dan 80 dan ayirsak 100. Alfa barobar 50 gradus ekan. To'g'riga B ekan. Xo'p, 5-misol.
Beshinchi misolda demak mana shunaqangi holatda chizma berilibdi. Xo'p, demak, savolda aytilyapti, bu ikkalasi parallel ekan. Bu ikkala to'g'ri chiziq ham parallel. Mana bu burchak 2x minus 30 ekan. 2x minus 30. Bunisi x plus 10. Mana shunday bo'ladigan bo'lsa, x ni topib bering deb savol beribdi. Xo'p. X topamiz demak. Xo'p, bu ikkalasi parallel bo'ladigan bo'lsa, ikkala burchak parallel bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchak xohlagandaqa ketsa bo'laveradi. Bu yerda yo'llari ko'p endi. Shu ixtiyoriy yo'ldan ketaverasiz. Mana bu burchaklarni topsa bo'ladi yoki bunaqasiga aylanib ketsa ham bo'lar ekan. 2x minus 30 bo'lsa, mana bu joy ham 2x minus 30 bo'ladi. Mana. Xo'p, endi e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu ikkalasi parallel. Ikkala burchak parallel. Endi mana x plus 10 bilan 2x minus 30 ichki almashinuvchi burchaklar bo'lyapti bu yerda. Demak, ichki almashinuvchi burchaklar o'zaro teng bo'ladi. 2x minus 30 bilan x plus 10 teng. X bu tomonga o'tsa 2x minus x teng 10, bu yoqqa o'tsa 30. Ayirsak x barobar 40 gradus ekan. Mana. Shunaqa qilib ketdik. Bu ikkalasi parallelligidan bu burchak bilan bu burchak teng bo'ldi. Endi bu ikkalasini parallelligiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana parallel to'g'ri chiziqda yana bittasi bilan kesyapmiz. Ichki almashinuvchi burchaklar tengligidan foydalanib qo'ydik. Demak, shunday qiladigan bo'lsak, x 40 chiqar ekan, bunga 1 ekan. 6-misol. Xo'p, 6da mana bunaqangi chizma berildi. Mana bu burchak 40 gradus. Mana bu burchak 60 gradus. Va x top bering debdi. Bo'ldi, shart shu ekan. 6-masalada x topsak bo'ldi va bu ikkalasi parallelligini ham aytgan. Ikkalasi parallel. Xo'p, ikkalasi parallel bo'ladigan bo'lsa, mana parallelda mana bu chiziq bilan kesyapmiz deb tasavvur qilsak. Demak, mana bu burchak bilan 60 ichki almashinuvchi burchaklar. Demak, bu ham 60 gradus bo'ladi. Ichki almashinuvchi burchak. Endi mana bu jami yoyiq burchak bo'lyapti. U 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Demak, 60 plus x plus 40. Jami burchak 180 gradus bo'lishi kerak. Bu yerda x topadigan bo'lsak, ikkalasining yig'indisi 100. Bu yoqqa ayirib olsak, x barobar 80 gradus ekan. Xo'p, 6 ga s. 7-misol. 7-misolda ikki parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq bilan kesishdan hosil bo'lgan mos burchaklar yig'indisi 140 gradusga teng bu burchaklarni toping. Demak, mana shu yerdagi mana ikkita burchakda aytayapti. Ikkalasining yig'indisi 2 alfa 140 gradusga teng ekan. Shuni toping deyapti. Alfa barobar 70 gradus. Mos burchagini shunday qilib olsak bo'laveradi. Endi bu bilan mana bu burchakni olib qo'ysangiz, u xato. U yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Xo'p, demak 70 bo'ldi. Ikkinchisi ham 70 bo'ladi. 70 degan javob S ekan. Xo'p, 8-misolda beta minus alfani toping debdi. Mana shu chizma berilgan. Yo'q. Beta minus alfa 40 gradus bo'lsa, alfani toping debdi. Bu ikkalasi parallelligi berilgan. Xo'p, parallel bo'ladigan bo'lsa, bu ikkalasi ichki bir tomonlama burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'ladi. Demak, alfa bilan betaning yig'indisi 180 gradusga teng. Shunday bo'ladigan bo'lsa, alfani topib berishim kerak. Shuni beta minus alfa deb yozaymi? Beta plus alfa deb yozay. Beta plus alfa, alfani topishimiz kerak. Ikkalasini bir-biridan ayirib olsak, pastdan tepani ayiradigan bo'lsam, betalar qisqarib ketadi. Alfadan minus alfani ayirsak, 2 alfa. 180 dan 40 dan ayirsak, 140, alfa barobar 70 gradus ekan. Mana tenglamalar sistemasini xohlagan usulingizga yechsangiz bo'laveradi. Alfani ham betani ham bemalol topsa bo'ladi. Pastdan tepani ayirib oldim. Alfa barobar 70 gradus chiqdi. Bunga S ekan. 9-misolda aytayapti, ikki parallel to'g'ri chiziq 3-to'g'ri chiziq bilan kesyapmiz ekan. Hosil bo'lgan ichki almashinuvchi burchaklar yig'indisi 68. Bu burchaklardan biri. Degan ichki burchaklar o'zaro teng bo'ladi. Shu ikkalasining yig'indisi 68 ekan. Shulardan birini toping deyapti. Demak, 2 alfa
68 gradus, alfa 34 gradus bo'ladi. S javob ekan. Xo'p, 10-misolda D1 bilan D2 parallel. Bu ikkalasi parallel to'g'ri chiziqlar. Mana shunaqangi ikkita to'g'ri chiziq bilan kesibmiz. Shu holatda demak alfa plus betani qiymatini topib berishimiz kerak ekan. Alfa plus beta. Birinchi, alfani ham betani ham alohida bemalol topib olsak bo'ladi. Demak, 50 bo'ladigan bo'lsa, mana bu joy 130 gradus bo'lib qoladi. Mana ikkalasini yig'indisi 180 bo'lishi kerak, qo'shni burchaklar. Bu ikkalasi ham 180 bo'lishi kerak. Demak, mana bu joy 110 gradus bo'lib qoladi. Xo'p, endi mana shu 130 bilan alfa ichki almashinuvchi burchaklar ikkalasi teng. Demak, alfa 130 ekan. 130 gradus ekan. 110 bilan beta ham ichki almashinuvchi burchaklar ikkalasi teng. Beta 110 gradus ekan. Alfa plus betani topsak, demak ikkalasining yig'indisi 240 gradus chiqarishmasam 240 gradus D javob ekan. Xo'p, 11-misol. D1 bilan D2 parallel debdi. D1 deyotganimiz mana bu to'g'ri chiziq, D2 deyotganimiz bu. Ikkalasi parallel ekan. Mana shunaqa holatda bu burchak x plus 60, bu yer 3x minus 40 bo'lsa, x ni toping debdi. Xo'p. Buni bu tomonga davom ettirsak, buni bu yoqqa davom ettirsak, mana. Demak, parallel to'g'ri chiziqlarni bitta to'g'ri chiziq bilan kesib o'tyapmiz. Bu ikkalasi ichki almashinuvchi burchaklar, ularning qiymati teng bo'ladi. Ichki almashinuvchi burchaklar teng. Xo'p, x u yoqqa olib o'tsak 2x qoladi bir tomonda. Bu yoqqa plus olib o'tsak 100 bo'ladi. X barobar 50 gradus ekan. Xo'p, 12 misolda mana shu holatda berilibdi. X ni toping debdi. Demak, ikkala to'g'ri chiziq yana parallel bu yerda. Bu ikkala to'g'ri chiziqlar parallel. Shu holatda ikkita chiziq bilan kesib o'tibmiz. X ni topish kerak ekan. Xo'p, mana shu 70 ni o'chirib turaman. 70 ni o'chirib, mana shu burchakni 70 ga tengligini xayolda saqlab turamiz. Esda saqlab turamiz va mana bu joydan bitta to'g'ri chiziq o'tkazib olib tursam, mana. Ikkalasiga parallel qilib bitta to'g'ri chiziq o'tkazib oldim o'zim. Xo'p, demak, mana chiziqni o'tkazdik. 50 bo'ladigan bo'lsa, mana bu joy ham 50 bo'ladi. Mana bu joy ham 50 ga teng. Ichki almashinuvchi burchaklar ikkalasi parallel bo'lgandan keyin bu yer 50. Xo'p, mana bu burchak jami 70 edi. 70 bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyga 20 oshib qoladi. Endi bu ikkala to'g'ri chiziqqa e'tibor bersangiz, 20 bilan x yana ichki almashinuvchi burchaklar, x ni qiymati 20 ga teng ekan. Xo'p, mana shu yerda mana bunaqangi qoidasi ham bor. Mana shunaqa parallel chiziqning ichida bir nechta burchaklar berilgan bo'lsa, bu tomonga qarab turgan burchaklar bilan bu yoqqa qarab turgan burchaklarning yig'indisi teng bo'ladi. Mana misol uchun bitta to'g'ri chiziqni oldik, mana bundek. Mana shunday holatda berilgan bo'lsin. Mana bu burchakda alfa 1 deyman, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5. Mana buni xohlaganingizcha davom etkazib olaverasiz. Demak, mana shu yerda bunaqa qoida bor. Bu tomonga qarab turgan burchaklar qaysilar bo'lyapti? Alfa 1, alfa 3 va alfa 5. Shularning yig'indisi bu yoqqa qarab turgan burchaklar yig'indisi teng bo'ladi. Alfa 2 bilan alfa 4. Alfa 2 plus alfa 4. Mana shunaqa qoida bor. Shundan foydalanib ishlasa ham bo'lardi mana bu joyda. Demak, x plus 50, mana bu yoqqa qarab turgan burchaklar. X bilan 50 ni yig'indisi bu yoqqa qarab turgan burchakka teng bo'lishi kerak, ya'ni 70 ga. Shunday qilib x topsangiz ham 20 degan javob kelib chiqadi. Xo'p, 12 ga B bo'ldi. 13-misolda aytyapti, ikki parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq bilan kesyapmiz ekan yana. Xo'p, aytyapti, hosil bo'lgan ichki bir tomonlama burchaklardan biri. Ichki bir tomonlama burchaklar demak, mana bu ikkalasi ichki bir tomonlama yoki bu ikkalasi ichki bir tomonlama. Ichki bir tomonlama desa shunaqa bo'ladi. Bittasi 2x plus 10, ikkinchisi 3x plus 20 bo'lsa, bu burchaklarni kichigini toping debdi. Xo'p, qaysi biri kichikligini hozircha bilmaymiz, endi topganimizdan keyin ma'lum bo'ladi. Demak,
ichki bir tomonlama yoki tashqi bir tomonlama burchaklarni shu bir tomonlama degan so'zi bo'lsa yig'indisi doim 180 bo'ladi. Ikkalasini qo'shaman, demak 2x plus 10 plus 3x plus 20 teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Demak, mana bu joyda 5x hosil bo'lyapti, x larni qo'shsak. Ikkalasining hammasi 30, 30 dan ayirish qilib o'tkazsak, 180 dan 30 ayirsa 150. X barobar 30 ekan. Mana. X qiymati 30 ekan, x 30 gradus ekan. Qaysi biri kichikroq bo'ladi? Menimcha mana bu kichikroq mana. X ham kichik, oldi qo'shilayotgan soni ham kichkina bo'lyapti ekan. Demak, mana shu burchakni topishimiz kerak ekan. 2x plus 10. Xo'p, 2 ko'paytirilgan 30 plus 10. X o'rniga 30 ni olib borib qo'yib yubordik. 60, 60 ga 10 ni qo'shsak 70 gradus degan natija chiqar ekan. Xo'p, 13-misolga demak 70 degan javob B ekan. 14-misol. 14-misolda mana shu chizma berilibdi. 2 alfa plus betani qiymatini topishimiz kerak ekan. Bu yerda ham bu ikkala chiziq parallel degan shart berilgan. Xo'p, ikkalasi parallel bo'ladigan bo'lsa, endi mana bu chiziqqa e'tibor beradigan bo'lsak, mana beta bilan 50 ichki almashinuvchi burchaklar. Demak, betani qiymati 50 ekan. Xo'p, bu tomondan bu chiziqqa e'tibor beradigan bo'lsak, alfa bilan 35 yana ichki almashinuvchi burchaklar. Alfani qiymati demak 35 ga teng. Endi bu yerga qo'yib yuboradigan bo'lsak, 2 ko'paytirilgan 35 plus betani o'rniga 50. Demak, 70, 70 ga buni qo'shadigan bo'lsak, 120 gradus ekan. Xo'p, 14-misolga C. 15. A bilan B parallel. Bu yerda ham 15 tashlashim kerak. Berilganlarga ko'ra x ni toping debdi. Endi bu yerda bu ikkalasini parallel degan shartni bermayapti. Bu ikkalasi mana 72 ekan. 72 gradus. E'tibor beradigan bo'lsak, bu burchak 108 bo'lsa, mana bu burchak jami 180 bo'lishi kerak. Mana bu burchak 72 bo'lishga majbur. Mana. Endi 72 bo'lsa, mana qarang, bu ikkalasi teng. Mana bu joy 72, bu yer 108. Mana shundan xulosa qilsak bo'ladi. Mana bu ichki almashinuvchi burchaklar, mana bu ham 72, bu ham ichki almashinuvchi burchaklar. Endi bu bizga nimani beradi? Mana ikkala chiziq parallel ekan. Mana shundan bilib olsangiz bo'ladi. Agar mana bu burchak misolda 70 bo'lib qolganda yoki 80 gradus bo'lib qolganda ikkalasini parallel demasdik. Unda boshqa yo'lni qidirish kerak edi. Endi hozir teng bo'lib qoldi. Mana ichki almashinuvchi, demak ikkalasi parallel ekan. Endi bu tomondan qaraydigan bo'lsak, xo'p, qanday oladigan bo'lsak, mana bu burchakni topib olsak bo'ladimi? Mana shu burchakni topishim uchun bu burchakni oling, mana bu burchak. Ikkalasi vertikal burchaklar bo'ladi. Vertikal burchaklar teng x plus 40 gradus. Ikkalasi vertikal, ikkalasi teng. Endi bu tomondan x bilan x plus 40 ichki bir tomonlama burchaklar, ikkalasini yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. 180 ga tenglanadi. Xo'p, 2x teng 180 dan 40 dan olsak 140 gradus, x teng 70 gradus bo'lar ekan, 2 ga bo'lib qo'ysak. Xo'p, x barobar 70 ekan. 15-misolga 16-misol. Xo'p, bu yerda alfa bilan beta parallel to'g'ri chiziqlar. L degan to'g'ri chizig'imiz mana unga perpendikulyar ekan. Ya'ni orasi bo'yicha 90. Demak, bilishimiz mumkin, bu yerlar ham 90 dan, bu yer ham 90, bu yerlar ham 90 dan. Shunchaki ma'lumot sifatida yozib qo'ydim. X ni toping deyilyapti ekan. Xo'p. Endi qarang, mana shu 120 bo'ladigan bo'lsa, bu tomoni necha bo'ladi? 60 bo'ladi. Ichki almashinuvchi burchak bo'lib, mana bu joy ham 60 bo'ladi. Endi mana uni hammasi 120 gradus bo'lishi kerak. Bu yer 90. Demak, x plus 90 120 gradus bo'lishi kerak. Bu yerdan x 30 gradus ekan. C javob bo'ldi. 17-misolda ikki to'g'ri chiziq, ikki parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq
kesishdan hosil bo'lgan burchaklarni eng kattasi va eng kichigining ayirmasi. Bu yerda o'zi qiymat jihatdan yana ikkita burchak bor xolos. Men aytdim. Demak kichigi buni alfa desak, kattasi mana beta. Mana qolgan burchaklarda ham hammasi faqat alfa bilan beta. Undan boshqacha gradusli burchak chiqib qolmaydi. Xo'p, shu ikkalasini ayirmasi 20 ga teng bu burchaklarning eng kichigini toping. Ayirmasi demak beta minus alfa necha deganda 20 ekan. Ikkalasining yig'indisi 180 bo'lishi kerak. Qo'shni burchaklar desak ham bo'ladi, 180. Kichigini toping deyapti. Bu yerda kichigi alfa endi. Bir-biridan ayirib olsak, pastdan tepani ayirayman yana. Alfadan minus alfani ayirsak 2 alfa bo'ladi. 180 dan 20 ni ayirsak 160. Alfa barobar 80 gradus ekan. Kichigi 80, kattasi 100 ekan. Demak B bo'ldi bunga 18-chi. D1 bilan D2 parallel. Ikkalasi parallel bo'lyapti. Va mana bu burchakdan bitta bisektrisa chiqarib oryapmiz ekan. Ikkalasidan shu yerdan alfani topib berish kerak ekan. Xo'p, 2 alfa mana shu jami burchak 2 alfa bilan mana bu 112 gradus o'zaro teng. Mana. Yo'q, o'zaro teng emas ekan, kechirasizlar. O'zaro teng emas ekan. 112 bo'ladigan bo'lsa, mana bu joy ham 112 bo'ladi. Vertikal burchaklar. Endi mana 112 bilan 2 alfa ikkalasi ichki bir tomonlama burchaklar, ularning yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Ikkalasining yig'indisi 180. Shu yerdan alfani topib qo'ysak bo'ldi. 2 alfa teng 180 dan 112 ni ayirib oladigan bo'lsak 68 adashmasam 68 bo'lgan. 2 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsak alfa barobar 34 gradus bo'ldi. 18 ga S bo'ldi. 19 da ikki parallel to'g'ri chiziqlar 3-to'g'ri chiziq bilan kesibmiz bu yerda ham. Ichki bir tomonlama burchaklarning nisbati 2:7. Bunday bo'lyapti. Mana kesdik. Ichki bir tomonlama burchaklar. Mana bu ikkalasi mana. Ichki bir tomonlama burchaklar. Misolni qo'ying. Shularning nisbati 2/7 ekan. U degani bu 2x bo'lsa, bu 7x degani. Mana bo'ldi. Ikkalasining yig'indisi 180 yana. Xo'p, 9x teng 180, x teng 9 ga bo'lib olsak 20 gradus bo'lib qoladi. Xo'p, bu burchaklarning kattasini toping. Kattasi 7x, demak 7x barobar 20 ni olib kelib ko'paytirsak 140 gradus bo'ldi. 140 gradus degan javob D ekan. Xo'p, 20 ni mana shu yerga soldirishga harakat qilaman. Bu yerda ham ikkita parallel to'g'ri chiziq berilyapti ekan, mana. Ikkita parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq bilan kesyapmiz ham. Bunday kesibmiz. Alfa ekan bu yer beta. Xo'p, beta barobar 3 alfa degan sharti bor ekan. Beta barobar 3 alfa degan shart bor ekan, mana. Xo'p, alfa taqsim 3 plus beta taqsim 3 ni hisoblang deyapti. Beta taqsim 9 ekan. Xo'p, shuni hisoblab berish kerak ekan. Tak, mana beta barobar 3 alfa degan shartidan mana uni o'rniga 3 alfa qo'yib yuborsak bo'laveradi. 3 alfa bo'ldi. Alfa bo'lsa, mana bu joy ham alfa bo'ladi, vertikal burchaklar. Endi alfa bilan 3 alfaning yig'indisi jami, ya'ni 4 alfa 180 gradus bo'lishi kerak. Ichki bir tomonlama burchaklar bular, yana yig'indisi 180. Shu yerdan alfani topsak, demak 184 ga bo'lsam 45 gradus. Bo'ldi. Endi mana uni hisoblab bering debdi. Demak alfa taqsim 3 plus, mana betani o'rniga ham 3 alfa qo'yib yuboring. 3 alfa taqsim 3 bo'lib qoladimi yo'q 9 edi bu. Xo'p, teng. Demak mana shu ketyapti. Alfa taqsim 3 plus 3 ga qisqarsa yana alfa taqsim 3. Bu demak 2 ta alfa taqsim 3 ekan. Teng. 2 ko'paytirilgan. Endi alfani o'rniga mana 45 ta olib qo'yib oladigan bo'lsak, 45 taqsim 3 barobar ko'paytirsam 90, 3 ga bo'lsak 30 degan natija chiqar ekan.
Hop, demak 20-chi misolga 30 gradus bo'ldi bu. Javob ekan. Xo'p, parallel to'g'ri chiziqlarda burchaklar degan mavzuni demak birinchi testi yakunlandi. Xo'p, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.